Assalomu alaykum hurmatli Ijtihom baraka uylar obunachilari. Bugun biz aynan musofirda yurgan yurtdoshlarimiz va qolaversa shu yerdagi biznes qilaman degan akalarimizni talab va istaklariga binoan ko'rganingizdek istirohat bog'i markaziy yo'limizdan uncha uzoq bo'lmagan Kirurushda o'sha 8-maktab ko'pchilikka tanish bo'lgan o'sha 8-maktabdan shunda kirganingizda chap tomonda joylashgan do'konimizni sotuvini e'lon qilamiz. Bu yerda endi ko'rib turganingizdek birinchi etaj sotiladi. Agar puliga kelishadigan bo'lsak, ikkinchi etajda ham sotib yuboramiz. Xo'p, bu yerda afzallik va qulayliklarni aytib o'tamiz. Umumiy patkilish topshiriladi, ya'ni o'sha patologlari, shkaturkasi, kafeli, akvasi, hammasi oldiga burchatkalar kerak bo'lsa, hammasi cho'tka qilib sizga patkilish topshiriladi. Pastda egasini nomerlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib bog'lanib aloqaga chiqishingiz mumkin. Narx-navosini aytib o'tmaymiz. Narx-navosini o'zi mana shu joyimizning egasi bilan bemalol telefonlashib, bemalol so'rashaversanglar bo'ladi. Qanaqa variantinglar bo'lsa, qanaqangi imkoniyatlaringiz bo'lsa yoki qanaqadir bo'lib berishmi yoki naqdmi yoki bartermi, nima bo'lishidan qat'iy nazar aytib ko'rish kerak. Mo'j balkim o'sha insonga o'sha taklifingiz yoqib qolar. O'shaning uchun tezroq aloqaga chiqib, tezroq baraka qilishga shoshilish kerak. Lokatsiyasini yana bir marta tushuntirib o'tamiz. Ishtixon shahri kirib kelaverishda o'sha istirohat bog'idan 8-maktabga buriladigan, chapga buriladigan yo'limiz bor. O'sha chapga burilganda mana shu ko'chamizni boshida, ya'ni asl yoshlar to'yxonasining yon boshida joylashgan. Umumiy ko'rib turganingizdek, tak 3 ta do'kon bemalol tushar ekan. Bo'lib agar ishlatadigan bo'lsangiz 3 ta do'kon yoki bo'lmasa bitta splashni общий bitta do'kon qilib yuborsa ham bo'ladi. Bu gapni nega aytyapman? O'sha bank sohasi, bank sistemasidagi o'sha ijaraga joy izlab yurganlar mana sotib olish kerak yoki bo'lmasam mashinani yoki qanaqadir bir ofisga o'xshagan joyda ishlataman deganlar uchun ayni muddao va ayni o'sha ishni boshlashga zo'r lokatsiyadagi joy, gavjum joy. Bu yerda endi gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Dokumenti 100% toza, maktab, bog'cha, hamma narsa oldida davlat idoralari, bog'i o'sha park joylashgan, istirohat bog'imiz sentr yaqin. Ko'rib turganingizdek markaziy trassamiz, o'sha yo'limiz, serqatnov yo'l. Endi bu yerdan bilmadim, endi to'g'risini aytganda har kim har xil ideya bilan, har xil biznes g'oya bilan yuradi. O'shaning uchun bu videoni ayni joy izlab o'sha biznes sohasini rivojlantiraman degan akalarimizga, opalarimizga, biznesni yaxshi ko'radigan va joyda yaxshi bir lokatsiyadan izlab yurgan tanishlarimizga sekingina bu videoni jo'natib qo'yamiz. Xudo xolasa bu jarayonlarni ham ko'rsatib boraveramiz. Bu yerda qurilish ishlari boshlanadi. Uzog'i 1-2 kunda boshlaymiz dedi. Shkaturkadan boshlanadi, pol qilinadi, patologiya qilinadi, kafel teriladi, bu yerga akfalar qo'yiladi. Sizga xullas bu yer cho'tka holatda, ya'ni patkulish holatida topshiriladi. Bemalol zang'illatib biznesni qilaversangiz bo'ladi. Tepangi qavatimizni ham bitta ko'rsatib o'tamiz. Va aytib o'tganimizdek, xohlovchilar bo'lsa agar общий o'g'irsa ham bo'ladi. Xohlovchilar bo'ladigan bo'lsa, tepa 180 kvadrat maydonga ega joyimiz ham bor. Bu yerda endi to'g'risini aytadigan bo'lsak, ofislarga juda ham o'qiydigan joy. Tepangi qurilish ishlari ketyapti. Mana bularni joy-joyiga taxlashyapti hozir. Ko'rib turganingizdek, umumiy 180 kvadrat maydonga ega joyimiz. Ishtixon shahrining tepadan ofischada o'tirib, mana bu yerda ofischada o'tirib, markaziy yo'limiz. Endi aytib o'tgandek, ko'proq bu yerlar ofisga juda ham o'qiydigan joyda. Plyus bo'lsa, cho'tka qilib, pulni tikib, bomba qilib, shiqillatib biznesni boshlasangiz bo'ladigan joy.